Mana shunday vafli ko'rinishda model o'rganmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun. Meni profilimga obuna bo'ling va kuzatib boring. 3 nomerli kurchak olamiz va ipimizni shunday qilib zanjir to'qib olamiz. Bu modelimizdan siz kamzul, jemper, sharf to'qishingiz mumkin. Har bir olgan zanjiringiz orasidan ip olib to'qib olamiz va birma-bir iplarimizni chiqarib olamiz. Mana qarang, juda ham chiroyli bo'ladi. Ikkinchi qatorimizga ahamiyat beramiz. Ikkitasini birdan olib, orasiga bir ip olib ketamiz. Hammasida shunday qilamiz. Ikkitasini birdan olamiz, orasiga bitta ip olib to'qib ketamiz. Endi har bir olgan ilmoqlarimizni birma-bir to'qib ketamiz. Bu 3-qatorimizda mana bitta ilmoq oldim, ikkitasini bu yondan to'qib oldim, orasiga bitta ip olib ketyapman. To'qilayotgan ilmoqlarga ahamiyat bering. Har bittasidan birma-bir chiqarib kelyapman. Shunda tekis va silliq chiqadi. Bu videoni to'qimachilikka qiziqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'yamiz.